So'z oxirida qachon ta marbuta va qachon h harfi keladi? Bu qisqa videoda sizga ikkita ajratish uslubini o'rgatib qo'yaman. Undan oldin arab tilini oson va qiziqarli tarzda o'rganishni istasangiz, izohga plus qo'ying va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ta marbuta yoki h ekanligiga ikkilanib turganingizda, unga ikkilik alif va nunni qo'shib ko'ring. Masalan, shajara. Shajarohanimi yoki shajarotanimi? Shajarotani t bo'lyapti. Demak, ta marbut ekan. Yoki vajh. Vajhanimi, vajtanimi? Vajhani demak ha ekan. Yoki meniki ma'nosidagi yeni qo'shib ko'ring. Madrasa. Madrasatimi, madrasahimi? Madrasati. Demak ta marbut ekan. Fawakih. Fawakihimi yoki fawakitimi? Fawakihi demak oddiy ha ekan. Videoni saqlab qo'ying va yaqinlaringizga ham ulashishni unutmang.